Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Siz bilan yana men Feruza Ikromova, Oliy toifa sari loyihasining muallifi. Bugungi video darsimizda Farog'at Mirzayeva asarlarida yoritilgan pedagogika fan sifatida mavzusi haqida gaplashamiz. Ushbu fan attestatsiya sinovlarida eng ko'p uchraydigan nazariy yo'nalishlardan biri, chunki u pedagogikaning ilmiy mohiyatini, tadqiqot metodlarini, chunki va o'sha metodologik asoslarni to'liq tushunishni talab qiladi. Shu sababli darsni tinglash bilan birga siz darslikdagi tegishli bobni diqqat bilan o'qishingiz, asosiy tushunchalar va muallif g'oyalarini konspekt qilib borishingiz lozim. Dars so'ngida esa test tahlili uchun sizga havola beraman. Bu sizga ilmiy nazariyani test savollarida amaliy o'rganishni mustahkamlaydi. Bugungi darsimiz siz pedagogika fanining mohiyati, ilmiy tadqiqot metodlari va ularning attestatsiya sinovlarida ifodasini to'liq o'rganib olasiz. Pedagogika nima? Pedagogika yunoncha pedagogika so'zi bo'lib, ya'ni paide bola, gogiki yetaklayman. Ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim berishning mohiyati va muammolarini o'rganadigan fan. Bu atamaning o'zi mazmuni juda hammamizga yod bo'lib ketgan ma'lumotlardan, chunki o'sha oliy ta'limda o'qiganimizda buni qayta ko'rib chiqib yodlaganmiz. Demak, pedagogika bola yetaklayman so'zlaridan olingan bo'lib, hurmatli ustozlar, pedagogika bu bolani tarbiyalash, o'qitish va o'rganish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan. U insonni jamiyat uchun foydali shaxs qilib voyaga yetkazish yo'llarini izlar ekan. Pedagogika ta'lim-tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan fan. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati. Uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborini qaratilganligi bois didaktika, ya'ni ta'lim nazariyasi va tarbiya nazariyasining eng muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Demak, hurmatli ustozlarim, pedagogika fani shaxsni rivojlantirishni ikkita muhim jihati, ya'ni uni ham o'qitish, ya'ni ta'lim berish, ham tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratadi va bu ikkita jarayon birgalikda parallel ravishda olib boriladi. Ya'ni faqatgina ta'lim berish yoki faqatgina tarbiya berish emas, ta'lim-tarbiya birgalikda olib borilar ekan. U insonni har tomonlama rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalashni ilmiy asosida tushuntiradi. Demak, ta'lim bu didaktika, o'qitish nazariyasi, ya'ni bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish bo'lsa, tarbiya bu shaxsni axloqiy, ma'naviy, estetik va ijtimoiy jihatdan shakllanish, ya'ni pedagogika dars berishgina emas, insonni to'liq shakllantirish san'ati. Faraz qiling, o'qituvchi bolalarga matematika o'rgatmoqda. Bu ta'lim. Agar o'sha o'qituvchi ularga mehr, sabr, hurmat kabi fazilatlarni ham tarbiyalayotgan bo'lsa, bu tarbiya. Pedagogika esa bu ikki jarayonni bir-biri bilan bog'lab, mukammal natija olishni o'rgatadi. Didaktika nima? Didaktika tarbiya, ta'lim nazariyasi, yunoncha didaktikos o'rgatuvchi, o'rganuvchi, didaktikos o'rgatuvchi, didasko o'rganuvchi. Ya'ni ta'limning nazariy jihatlari va ta'lim jarayonining mohiyati, qonun va qonuniyatlari, tamoyillari va o'quvchi faoliyati, ta'limning maqsadi, mazmuni, shakl, metod vositalari, natijalari hamda ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llari kabi masalalarni tadqiq etadi. Demak, didaktika so'zi ham yunoncha so'zdan olingan ekan, ya'ni o'rgatuvchi va o'rganaman degan ma'noda kelar ekan. Didaktika o'zi quyidagi savollarga javob beradi. Nega o'qitamiz? Ya'ni bu maqsad. Nimani o'qitamiz? Bu
mazmun qanday o'qitamiz, bu metod shakl va natija qanday bo'ladi, baholash va samaradorlik. Didaktika bu ta'limni yuragi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishni o'rganadi. Ya'ni u ta'limni mazmunini, maqsadini, tarbiya turlarini, ma'naviy mehnat, jismoniy, ekologik, estetik tarbiya turlarini, tarbiya shakl usullarini, tarbiyani tashkil etish yo'llarini ham o'rgatadi. Tarbiya nazariyasi, ya'ni tarbiya shaxs sifatida shakllantirish, bolani to'g'ri yo'l ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Tarbiya fanining asosiy kategoriyalari bu fanni mohiyatini ochib beruvchi eng muhim asosiy tushuncha. Bu kategoriya hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz osh pishirmoqchisiz, ya'ni palov. Osh uchun eng muhim mahsulotlar bu go'sht, yog', guruch, sabzi, ya'ni hammasi muhim. Oshdagi har bir mahsulot bir-birini to'ldiradi va hattoki ziragacha. Bitta narsa bo'lmasa, albatta oshni qandaydir bu ta'mi buziladi. Pedagogika fanida ham xuddi shunaqa o'zini mahsulotlar, ya'ni kategoriyalari bor. Asosiy kategoriyalari hammasi bu fanni o'sha eng muhim asosiy tushuncha sifatida ochib beradigan jarayonlardir. Mana bu lavhada pedagogika fanining asosiy kategoriyalari ko'rsatilgan. Bular shaxs, tarbiya, ta'lim, ya'ni o'qitish, o'qish, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, ma'lumot va shakllantirish hamda rivojlantirish. Avvalo, shaxs nima? Shaxs psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyat a'zosi. Ustozlarim, bu hammasi attestatsiyada tushgan. Shuning uchun har birini diqqat bilan o'rganib boring. Demak, shaxs nima ekan? Shaxs bu insonni jamiyatda shakllangan ko'rinishi, ya'ni uni fikrlashi, xulqi, dunyoqarashi va odobini ifodalaydi. Shaxs bola kim bo'lib ulg'ayadi degan savolga javob beradi. Ta'lim bu muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy, tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uni ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni. Tarbiya bu insonda ijobiy fazilatlarni shakllantirish jarayoni ekan. Ya'ni, masalan, mehr, sabr, halollik, vatanparvarlik kabi sifatlarni singdirish. Tarbiyani maqsadi yosh avlodni jamiyatga foydali shaxs qilib yetkazish. Ta'lim o'quvchilarni nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirish, ularni bilish qobiliyatini o'stirish va dunyoqarashini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon. Demak, ta'lim bu bilim, ko'nikma va malakalarni o'rganish jarayoni, ya'ni o'quvchi bilishni o'rganadi, mashq qiladi va natijada mahorat hosil qiladi. Ta'lim ikki yo'nalishda kechadi. Bu o'qitish va o'qish. O'qitish o'qituvchi tomonidan beriladigan bilim bo'lsa, o'qish o'quvchi tomonidan o'zlashtirish nazarda tutiladi. Bilim shaxsni ongida tushunchalar, umumlashmalar, ma'lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqida tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmui. Ya'ni bilim bu insonni o'zlashtirilgan ilmiy tushunchalari. Masalan, yer quyosh atrofida aylanadi. Buni o'quvchilarga o'rgatamiz. Bu o'rganayotgan bilimi bo'ladi. Ko'nikma shaxsni muayyan faoliyatni tashkil eta olish layoqati, ya'ni ko'nikma bu odamni ma'lum bir ishni bajarish tajribasi. Masalan, yozuvni chiroyli yozish ko'nikmasi, misol aytish ko'nikmasi yoki o'qish ko'nikmasi. Malaka bu muayyan harakat faoliyatini bajarishni avtomatlashgan shakli. Ya'ni malaka bu ko'nikma avtomatik holga kelgan holat. Masalan, bola yozishni mashq qiladi, keyinchalik o'ylamasdan to'g'ri yozsa, bu malaka bo'ladi. Kompetensiya bu egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik va kasbiy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati. Ya'ni kompetensiya bu egallagan bilim, ko'nikma va malakani hayotda to'g'ri qo'llash qobiliyati. Ya'ni nafaqat bilim, balki uni amaliyotda ishlata olish. Ma'lumotlar ta'lim-tarbiya natijasida o'zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui. Ma'lumot bu ta'lim-tarbiya natijasida olingan bilim, ko'nikma va malaka yig'indisi. Masalan, boshlang'ich, o'rta yoki oliy ma'lumot.
Shakllantirish nima? Shakllantirish shaxsda barqaror xususiyat va sifatlarni belgilangan talab va me'yorlar asosida tarkib toptirish jarayoni. Ya'ni shakllantirish insonda doimiy sifatlar, xulq va odatlarni paydo qilish jarayoni. Masalan, bolada mustaqil fikrlash yoki tartiblilikni shakllantirish. Rivojlantirish shaxsni fiziologik va intellektual o'sishida namoyon bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlari mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon. Ya'ni rivojlanish bu shaxsni har tomonlama o'sib borish jarayoni, ya'ni bilim, tajriba, axloq, jismoniy va ruhiy jihatdan takomillashish. Demak, pedagogika fanining 10 ta kategoriyasi ta'lim va tarbiya tizimini poydevori. Tarbiya shaxsni shakllantiradi, ta'lim unga bilim bersa, rivojlantirish uni natijani mustahkamlar ekan. Pedagogika metodologiyasi va pedagogika fani metodologiyasi. Demak, pedagogika metodologiyasi o'zida pedagogikaning nazariy asoslari va tuzilmasi haqida bilimlar tizimini, pedagogik hodisa va jarayonlarni tadqiq qilishga doir yondashuvlarni, pedagogik voqelikni haqiqiy ifoda etadigan axborotlarni olish usullarini, shuningdek, mazkur bilimlar tizimini qo'lga kiritishga doir faoliyat tizimini o'zida mujassamlashtiradi. Ya'ni pedagogika metodologiyasi bu shu pedagogika fanining ilmiy asoslari va ularni o'rganish yo'llarini tushuntiruvchi tizim. Ya'ni pedagogika nimani, qanday va nima uchun o'rganadi degan savollarga javob beradi. Oddiy tilda aytganda, metodologiya bu yo'l xaritasi. U pedagogikani to'g'ri yo'nalishda o'rganish, tahlil qilish va yangi bilimlarni olishga yordam beradi. Pedagogika fani metodologiyasi bu jamiyatni rivojlanish sharoitida uzluksiz taraqqiy etib boruvchi pedagogik muhit holatini haqqoniy aks ettiruvchi pedagogika nazariyasi hamda amaliyoti, ta'lim olish hamda unga yondashuv mezonlari haqidagi bilimlar tizimi. Ya'ni bu tushuncha pedagogika fanini rivojlanish va yo'nalishni belgilaydi. Ya'ni pedagogikada jamiyatdagi ta'lim-tarbiya qanaqa o'zgaradi, qaysi yo'nalishda rivojlanadi, shularni tahlil qiladi. Oddiy qilib aytganda, pedagogika fani metodologiyasi bu pedagogika fanini o'zi qanaqa ishlaydi va rivojlanadi degan savolga javob beradi. Demak, farqlash uchun oson tushuntiraman. Pedagogika metodologiyasi bu ilmiy yo'l bo'lsa, pedagogika fani metodologiyasi bu fanni rivojlanish yo'nalishi. Pedagogika metodologiyasi bu pedagogika jarayonni o'rganish va tahlil qilish usullari bo'lsa, pedagogika fani metodologiyasi bu pedagogika fanining o'zi qanaqa rivojlanishini o'rgatadi. Zamonaviy sharoitda pedagogik yo'nalishda tadqiqotlarni olib borishda quyidagi metodlardan foydalanilmoqda. Bu metodlar, aziz ustozlar, hammasi attestatsiyada tushgan, hammasi har bir, ya'ni 10 talasi ham tushgan, ta'riflari so'ralgan, moslashtirish bo'lib tushgan. Shuning uchun har birini nomini eslab qolasiz va keyingi lavhalarda har birini mazmunini tahlil qilib beraman. Demak, zamonaviy sharoitdagi pedagogik yo'nalishdagi tadqiqotlar, pedagogik kuzatish metodi, suhbat metodi, anketa metodi, intervyu metodi, ta'lim muassasasi metodi, ta'lim muassasasi hujjatlarini tahlil qilish metodi, test metodi, pedagogik tahlil metodi, bolalar ijodini o'rganish metodi, pedagogik tajriba metodi va matematik statistik metod. Demak, ustozlarim, asosiy ma'nosi nima? Bu pedagogik tadqiqot metodlari, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini o'rganish, tahlil qilish va takomillashtirish uchun ishlatiladigan ilmiy usul. Ya'ni o'qituvchi yoki tadqiqotchi ta'lim qanday samarali kechmoqda degan savolga mana shu metodlar yordamida javob topadi. Pedagog kuzatish metodi. Bu metodni qo'llash jarayonida ta'lim muassasasining o'quv-tarbiya ishlari jarayonini o'rganish asosida tadqiq etilayotgan muammo holat aniqlanadi. Tajriba avval va yakunida qo'lga kiritilgan ko'rsatkichlar o'rtasida farq to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'ladi. Kuzatish aniq maqsad asosida uzluksiz, izchil va tizimli amalga oshirilsa, kutilgan natijani qo'lga kiritish mumkin.
olib borilayotgan pedagogik kuzatish ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, o'quvchi shaxsni shakllantirishga xizmat qilsa, mazkur metodning ahamiyati yanada oshadi. Pedagogik kuzatuvni tashkil etish xatoga yo'l qo'ymaslik muhim. Shuning uchun tadqiqotchilardan quyidagilar talab qilinadi, ya'ni kuzatuv jarayonida aniq maqsadga egalik, kuzatishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish, kuzatishni har bir bosqichida muayyan vazifalarni hal etish, har bir holatni mohiyatini sinchiklab o'rganish va xulosa chiqarishga shoshilmaslik. Demak, hurmatli ustozlarni, pedagogik kuzatish metodi bu o'qituvchi yoki tadqiqotchi ta'lim-tarbiya jarayonini bevosita kuzatish orqali o'rganadigan usul. Ya'ni bu metodda o'qituvchi darsni qanaqa o'tmoqda, o'quvchi qanaqa ishtirok etyapti, natija qanaqa chiqmoqda degan savollarga ko'z bilan kuzatib javob topadi. Kuzatish metodini mohiyati dars, o'yin, mashg'ulot yoki sinfdan tashqari ish jarayonini bevosita ko'rish orqali o'rganiladi. Maqsad o'quvchi xulqi, faoliyati, darsga munosabati va qiziqishini aniqlash. Ya'ni bu metod yordamida ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini tahlil qilish mumkin. Masalan, kuzatish metodini tahlil qilish uchun 5 ta talab bor. Ya'ni kuzatuvda maqsad aniq bo'lishi kerak, izchil va tizimli olib borish kerak, aniq vazifa belgilanishi kerak, diqqat bilan o'rganilishi kerak va shoshilinch xulosa chiqarmaslik kerak ekan. Demak, qisqa qiladigan bo'lsak, bu metod o'qituvchiga yordam beradi o'quvchilarning rivojlanishini aniqlash, dars jarayonini tahlil qilish va o'z tajribasini ilmiy asosda baholash. Ya'ni ilmiy tahlilga birinchi qadam ekan. Keyingisi suhbat metodi. Bu metod pedagogik kuzatish jarayonida ega bo'lingan ma'lumotlarni boyitish, mavjud holatga baho berish, muammoni yechimini topishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba sinov ishlari, subyektlari, imkoniyatlari muammo yechimiga jalb etishga yordam beradi va suhbat maqsadga muvofiq holda individual, guruhli hamda ommaviy shaklda o'tkaziladi. Mana shu ma'lumot tushgan, ya'ni suhbatni shakllari tushgan. Suhbat shakllari eslab qolamiz 3 ta: individual, guruhli va ommaviy. Demak, suhbat metodi nima ekan? O'qituvchi va o'quvchi yoki boshqa ishtirokchilar bilan og'zaki muloqot qilish, ma'lumot to'plash usuli. Ya'ni o'qituvchi yoki tadqiqotchi savollar orqali muammoni chuqurroq o'rganadi, fikrlarni aniqlaydi. Metodning maqsadi kuzatish orqali olingan ma'lumotlar boyitiladi, to'ldiriladi, aniqlanadi va sabab yechimi aniqlanib, o'qituvchi-o'quvchilar bilan o'quvchilarni fikrlash, munosabat va his-tuyg'ularni tushunadi. Ya'ni suhbat o'qituvchi uchun muammoni ichidan ko'rish imkonini beradi. Demak, suhbatni birinchi turi individual suhbat, o'quvchi bilan yakka tartibdagi suhbat, guruhli suhbat, bir necha o'quvchi yoki jamoa bilan suhbat, ommaviy suhbat bu yig'ilish yoki butun sinf bilan suhbat ekan. Keyingisi anketa metodi. Anketa fransuzcha tekshiruv degan ma'noni bildiradi. Ushbu metod yordamida pedagogik kuzatish va suhbat jarayonida to'plangan dalillar boyitiladi. Anketa metodi ham tizimlangan savollar asosida respondentlar bilan muloqotni tashkil etishga asoslanadi. Anketa savollariga javoblar ko'p hollarda yozma ravishda olinadi. Demak, eslab qolishga harakat qiling. Anketa so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, kuzatish degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni anketa metodi bu maxsus tayyorlangan savollar orqali o'quvchi, o'qituvchi yoki ota-onalardan yozma fikr olish usuli. Bu metod yordamida o'qituvchi muammoni chuqurroq tahlil qiladi va ko'proq faktik ma'lumot to'playdi. Anketa fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, tekshirish, ya'ni bu metod pedagogik kuzatish va suhbatda to'plangan ma'lumotlarni yanada boyitish uchun ishlatiladi. Savollar oldindan tayyorlanadi va javoblar ko'pincha yozma shaklda bo'ladi. Anketa metodini qo'llaganda nimalarga e'tibor berish kerak? Savollar aniq, tushunarli bo'lishiga, ochiq savollar, yopiq savollar bo'lishiga, juda uzun yoki murakkab savollar bo'lmasligiga, javob beruvchi erkin fikr bildirish uchun ochiq savollardan foydalanishga.
Keyingisi intervyu metodi. Intervyu metodi respondent tomonidan tadqiq etilayotgan muammoning u yoki bu jihatini yorituvchi hodisaga nisbatan tadqiq etilayotgan muammoning kechirasizlar. Respondent tomonidan tadqiq etilayotgan muammoning u yoki bu jihatini yorituvchi hodisaga nisbatan munosabatini bildirishni ta'minlaydi. Intervyu respondent e'tiboriga turkum savollarni havola etish asosida o'tkaziladi va intervyu jarayonida olingan savollarga nisbatan tadqiqotchi tomonidan munosabat bildirilishi uning samarasini oshiradi. Attestatsiya jarayonida intervyu metodiga respondent e'tiboriga turkum savollarni kalt so'z qilib olgan edik. Demak, intervyu bu metodning asosiy ma'nosi bir odam, ya'ni u respondent, ya'ni o'sha odam respondent bo'ladi. O'sha odam bilan, ya'ni respondent bilan savol-javob tarzida muloqot qilinadi. Mana shu orqali ma'lumot olish usuli, ya'ni o'qituvchi yoki tadqiqotchi muammoni yaxshiroq tushunish uchun suhbat o'tkazadi. Lekin bu suhbat aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni metodning mohiyati respondent javob beruvchidan aniq fikr yoki munosabat olinadi. Savollar oldindan tayyorlanib suhbat shaklida yuzma-yuz tarzda o'tkaziladi. Olingan javoblar muammoning sabablarini, yechim va tajriba natijalarini aniqlaydi. Test metodi. Test metodi bu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat, shu jumladan kasbiy faoliyat bo'yicha o'zlashtirilgan nazariy bilim, amaliy ko'nikma malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Test o'z mohiyatiga ko'ra quyidagilar savollardan iborat bo'ladi. Ochiq turdagi savollar, ya'ni respondentlar erkin, batafsil javob berishlari uchun imkon beruvchi savollar. Yopiq turdagi savollar respondentlar ha, yo'q yoki qisman deb ijobiy, qoniqarli, salbiy va hokazo tarzdagi javob variantlarini tanlash orqali savollarga javob beradilar. To'g'ri javob variantlari qayd etilgan savollar respondentlar o'z yondashuvlariga ko'ra to'g'ri deb topgan javob variantini belgilaydilar. Demak, test metodi bu o'quvchi yoki ishtirokchini bilim, ko'nikma, malaka darajasini aniqlash uchun maxsus tayyorlangan savollar to'plami yordamida o'tkazilgan usul. Bu metod o'qituvchiga, tadqiqotchiga kim qanchalik o'zlashtirganini tez va aniq bilish imkoniyatini beradi. Test metodining maqsadi nazariy bilimni tekshirish, amaliy ko'nikmalarni aniqlash va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini solishtirib, tahlil qilish uchun aniq raqamlar ko'rsatish. Ochiq turdagi savollar o'quvchi erkin javob beradi. Masalan, pedagogikaning asosiy bo'limlari qaysilar? Yoki yopiq turdagi savollar o'quvchi ha, yo'q deb qisqa javob beradi. Ya'ni pedagogika faqat o'qitish fanimi desa ha yoki yo'q deydi. To'g'ri javob variantini ko'rsatilgan savollar, ya'ni o'quvchi berilgan variantlardan bittasini tanlaydi. Masalan, quyidagilardan qaysi biri pedagogik metod? Suhbat, test, rasm chizish desa, bittasini belgilaydi. Bolalar ijodini o'rganish metodi. Bu mazkur metod o'quvchilarning muayyan yo'nalishdagi layoqati, qobiliyati, shuningdek, ma'lum fan sohalari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalar darajasini aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Metodning afzalligi shundaki, u ma'lum o'quvchidan xos bo'lgan individual imkoniyatni ko'ra olish, baholash va uni rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Bolalar ijodini o'rganishning quyidagi shakllari mavjud. Ya'ni bilimlar bellashuvi, turli mavzulardagi tanlovlar, festivallar, fan olimpiadalari, maktab ko'rgazmalari va musobaqalar. Mana shu hammasi o'sha attestatsiyada, ya'ni bolalar ijodini o'rganish shakllari tushgan. Bularni ham eslab qolishingizni tavsiya qilaman. Demak, bolalar ijodini o'rganish metodini osonroq tushuntiradigan bo'lsam, bu metod o'quvchilarning iste'dodi, qobiliyat va ijodkorligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Ya'ni o'quvchini qaysi fanga, qaysi faoliyatga moyilligi borligini bilish uni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Metodning maqsadi o'quvchilarning ijobiy fikrlashini aniqlash, ularda bor iste'dod va qobiliyatni ochish, har bir o'quvchining individual imkoniyatini baholash.
Bilimlar bellashuvi bu o'quvchilar bilimini sinovdan o'tkazish, ya'ni bolalar ijodini o'rganish shakllari. Fan olimpiadalari bu qobiliyatni amalda namoyon qilish, turli tanlovlar bu ijodiy fikrlashni ko'rsatish imkoniyatlari, maktab ko'rgazmalari bu o'quvchilarni ishlari bilan tanishtirish, festivallar san'at, musiqa, raqs yoki teatr yo'nalishلاridagi ijod, musobaqalar esa o'zaro bellashuv orqali o'quvchilarni ruhlantirish. Keyingisi pedagogik tahlil metodi. Tadqiqotni olib borish jarayonidagi ushbu metodni qo'llashdan ko'zlangan maqsad o'sha tanlangan muammoning falsafiy, psixologik hamda pedagogik yo'nalishlarda o'rganilganlik darajasini aniqlashdan iborat bo'lib, tadqiqotchi ilgari surayotgan g'oyani nazariy jihatdan haqqoniyligini asoslashga xizmat qiladi. Demak, pedagogik tahlil metodi bu pedagog muammoni chuqur o'rganish, tahlil qilish va uni ilmiy asos topish usuli. Ya'ni o'qituvchi yoki tadqiqotchi biror narsani falsafiy, psixologik tomondan o'rganib, uni to'g'riligini isbotlaydi. Bu metodni maqsadi tadqiqotchi o'rganayotgan muammo ilgari qanaqa o'rganilganligini aniqlaydi. Shu asosda o'zini fikrini, g'oyasini ilmiy asos bilan isbotlaydi. Pedagogik hodisani haqiqiy sabab va natijalarini tahlil qiladi. Masalan, faraz qiling, siz bolalarda o'qishga qiziqishni oshirish mavzusida ilmiy ish olib boryapsiz. Pedagogik tahlil metodi orqali siz avvalgi tadqiqotlarda bu mavzu qanaqa o'rganilganini tahlil qilasiz, o'z tajribangizni shular bilan solishtirib va o'zingizni yangicha yondashuvingizni isbotlaysiz. Pedagogik tajriba metodi. Pedagogik tajriba metodidan muammo yechimini topish imkoniyatlarini o'rganish, mavjud pedagogik sharoitlarni maqsadga erishishni kafolatlay olish, ilgari surayotgan tavsiyalarni amaliyotda o'z in'ikosiga ega bo'la olish hamda samaradorligini aniqlash maqsadida foydalaniladi. Muayyan muammo yechimini topishga yo'naltirilgan pedagogik tajriba ma'lum doirada soni aniq belgilangan respondentlar ishtirokida amalga oshiriladi. Mazkur metoddan foydalanish tadqiqotchi tomonidan ilgari surilayotgan maxsus metodikani samaradorligini aniqlab hamda unga baho bera olish zarur. Demak, pedagogik tajriba metodi bu darsdagi muammolarga amaliy yechim topish uchun sinov yo'li bilan tekshirish usuli. Ya'ni o'qituvchi yangi metod yoki uslubni sinab ko'radi, natijasini tahlil qiladi va qaysi yo'l samaraliroq ekanini aniqlaydi. Metodni maqsadi muammoni yechishning eng samarali yo'lini topish, o'qitish jarayonida qo'llangan metodning foydaliligini tekshirish hamda ilgari aytgan pedagogik tavsiyalarni amalda sinab ko'rish. Bu metod qanaqa ishlaydi? O'qituvchi yoki tadqiqotchi aniq maqsadli tajriba o'tkazadi. Masalan, yangi o'qitish usulini sinaydi. Tajriba muayyan sinf yoki guruhda o'tkazilishi mumkin. Natijalar oldingi holat bilan solishtirilishi mumkin va yakunida metodni haqiqatan samarali yoki samarasiz ekanligi aniqlanadi. Tasavvur qiling, siz o'yin orqali matematikani o'rgatish metodini sinab ko'rmoqchisiz. Siz uni 2-sinfda qo'llaysiz. Natijada o'quvchilar faolroq, darsga qiziqroq bo'lishini ko'rasiz. Shunda siz bu metodni amaliy, foydali ekanini tajriba orqali isbotlagan bo'lasiz. Aziz ustozlarim, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi video darsda biz pedagogika fanini muhim mazmunini, o'sha fanni ilmiy mazmuni, metodologik asoslari va tadqiqot metodlari haqida so'z yuritdik. Shuni unutmaylikki, attestatsiyada nafaqat nazariy tushunchani yodda olish, balki ilmiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmasi ham baholanadi. Bugungi mavzuda attestatsiya nuqtai nazaridan eng muhim ma'lumotlar berilgan. Shu bois darslikdagi Mirzayeva asarini to'liq o'qib chiqib, muallif keltirgan ilmiy metodlarga e'tibor qaratib, test tahlillarida muntazam ishtirok eting. Test tahlillari uchun Telegram kanalimiz havolasini izohlarga yozib qo'yaman. Aziz ustozlarim, bizni kuzatishda davom eting. Videoni yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va navbatdagi pedagogik mahorat darslarini o'tkazib yubormang. Siz bilan men Feruza Ikromova edim. Keyingi darslarda ko'rishguncha, aziz ustozim.